Jonivor, bolalaring qolib ketyapti. Lekin seni sotmasam bo'lmaydi. Sendan boshqa sotadigan hech vaqoyim yo'q. Yur qiynamagin, yur oqa jonivor. Yo'l bo'lsin Murod, qo'yni qatga olib ketyapsan. Sotgan olib ketolman aka bozorga. Bu qo'yingni hozir bozorga olib chiqsang, 1,5 millionga oladi-yu. Bundan boshqa sotadigan hech vaqoyim yo'q. Ozgina pul zaruriyat bor edi. 2 million beraman. O'zim olib qo'yaman. Olib chiqib yurma shu bozorga. Ovora bo'lib yurasanmi? Mayli qo'shnichilik bo'lsa senga bo'lsin. Mayli aka. Yaxshi bo'lardi. Baraka. Aka. Rahmat kattakon. Mushkulim oson bo'ldi. Xo'p, Rahmat. xo'p. Rahmat. Keling Oybek. Mana qo'ylar. Sizga boqishgami, so'yishgami? Aka, to'g'risini aytsam, so'yishga edi. Ozgina mo'ljallagan ehsonim bor edi. O'shanga qo'ylaringiz ichidan eng tarozisi og'ir keladiganini qilib bersangiz, yaxshi bo'lardi. Bugun bozorda mana qo'chqor olib chiqdim. Qaysi? Chap tarafligini aytasizmi? Mana mashinasi. Bo'ladi aka. O'shani bo'lmasam kelishaylik. Ha, endi sizga 4 millionga beraman. Bo'ldi aka. Sizni bilaman-ku, iymonli, insofli qo'shnisiz. Rahmat. Roziman. Shunaqa paytda qo'shnichilik bilinadi deb baribir. Hozir olib chiqib beraman. Xo'p. Onajon, olgan qo'yimni Xudo xolasa, qizim sog'ayib ketsa, zo'r qilib, xalqqa ehson qilib osh bermoqchiman. Bolam, niyating chiroyli-ku. Ehson qilganing yaxshi. Esingda bo'lsa, qo'shnimiz Murodni dilini ortib qo'yuvding. Shundan uzr so'rasang yaxshi bo'lardi. Shu ehsoningni o'zi Murodga qilsang bo'lardi. Sharoitini ko'rib turibsan. Xudo xolasa qizing sog'ayib tuzalib ketarmidi? To'g'ri aytasiz ona. Siz aytgandek qilaman. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa tuzalib ketasan, qizim. Hozir. Kim? Qo'shni men Oybekizman. Ye. Murodjon. Uzr. Kech bo'lganda bezovta qildim. Nima qilaverasiz? Qani kiring. Nima deyishni bilmayapman. Murodjon, mana shu qo'yni olib qo'ying. Keyin tushuntirib beraman. Bizda hamma narsa yetarli. Buni muhtoj oilalarga olib borib berganingiz yaxshi.